Hammaga assalomu alaykum. Videoni boshlashdan avval eslatib o'taman, ushbu animedagi super kuchlar va sehr bu shunchaki inson xayoli. Bilib qo'ying, haqiqiy kuch va yordam faqatgina Allohdan keladi. Do'stlar, kanalimizni qo'llab-quvvatlash va YouTube videolarimizni ko'proq odamlarga tavsiya qilish uchun videoga like bosing va izohlarda qaysi qahramon sizga ko'proq yoqqanini yozib qoldiring. Endi esa biz boshladik. Yoqimli tomosha. Dahshatli yirtqichlar, g'alati mavjudotlar, aql bovar qilmas boyliklar, sirli xazinalar, xavfli hududlar va afsonaviy o'lkalar, sehr jodu bilan to'la sirlar va bu sehr iqtidorli insonlarni o'ziga tortadi. Ular hunterlar, ya'ni ovchilar sifatida tanilgan. Kit orolida bizning qahramonimiz Gon hamon botqoqlik xo'jayinini tutishga urinmoqda. Tasavvur qilyapsizmi? U bir haftadan beri harakat qilyapti. Xolasa agar u muvaffaqiyatga erishsa, unga ovchilar imtihonida qatnashishga ruxsat berishga va'da qilgan. Ammo 5 ta katta odam ham tortib ola olmagan. Bu yirtqichni Gon qanday qilib tuta oladi? Bu Mitoning Gonni ovchilar imtihoniga yuborishni umuman xohlamasligini ko'rsatadi. Lekin bilasizmi, Gonning dadasi xuddi shu yoshida Mito talab qilgan ishni bemalol uddalagan edi. Ayni paytda qarmoq qimirlab qoldi. Gon tutdim deb baqiradi. U baliq esa qattiq tipirchilar edi. Gon qarmoq ipini qadimiy daraxt tanasiga o'radi. Og'zini to'g'rilab bor kuchi bilan tortdi. Va nihoyat yigitlar u muvaffaqiyatga erishdi. Kit oroli aholisi bundan shok holatiga tushib qoldi. 20 yillik umr ko'rgan bu baliq rostdan ham juda ulkan edi. Oldin Gonning dadasi, endi esa Gon uni tutdi. Ular tezda Mitoga xabar berishdi. U unchalik xursand emasdek ko'rinardi. Gon botqoqlik xo'jayinini tutganini aytdi. Endi men ovchilar imtihoniga qatnashishim mumkin. U eng zo'r ovchi bo'lish uchun bor kuchini sarflashga va'da berdi. Bu Gonning dadasi Jingning rasmi. Mito bu uning qonida borligini aytadi. Bu o'ziga xos tanqid edi albatta. Ammo Jing 12 yoshida muvaffaqiyatga erishganidan beri hech kim botqoqlik xo'jayinini tuta olmagan edi. Endi Gon ham xuddi shu yoshida xuddi shunday yutuqqa erishdi. Uning buvisi ko'zlari xuddi dadasinikidek yonib turganini aytdi. Ular endi bu bolaning orzulariga to'sqinlik qila olishmasdi. Shundan so'ng Mito u bilan gaplashib, Gonning ishonchi komilmi deb so'radi. Chunki dadasi ovchi bo'lish uchun uni yoshligida tashlab ketgan edi. Men buni bilaman. Gon xotirjam ko'rinadi. Mito esa Jingni o'z farzandini tarbiyalash o'rniga ovchi bo'lishni tanlaganida ayblaydi. Gon ovchi bo'lish juda ajoyib bo'lsa kerak. Shuning uchun ham dadam shunday qarorga kelgan dedi. Mito g'azablanib, bu qachon o'lib ketishini bilmaydigan o'ta xavfli ish ekanligini aytdi. Nahotki tushunmayapsan Gon? Gon tushunmasligini, lekin juda tushunishni xohlashini aytdi. U ovchi bo'ladi va nima uchun bu Jing uchun shunchalik muhim bo'lganini albatta bilib oladi. Mitoning boshqa iloji qolmadi. Jilmayib, u haqiqatdan ham Jingning o'g'li ekanligini aytdi. Keyin Gonni kuzatib qo'yar ekan. G'alaba qozonish va'dasi o'rniga u bilan birga omon qaytishga va'da berishni so'radi. Mito yig'lab yubordi. Shundan so'ng Gon yo'lga chiqdi. Kit oroli aholisi uni yaxshi ko'rardi va hammalari kuzatib qo'yishdi. Gon dunyodagi eng zo'r ovchi bo'lgach, albatta qaytib kelishini aytdi. Ammo u bilan bir kemada bo'lganlar bunday o'ylashmasdi. Ular har yil millionlab tajribali nomzodlar ovchilar imtihonida qatnashishini aytishdi. Lekin ularning juda kam qismi tanlab olinadi. Agar u maqtanchoq bo'lmasa, unga maslahat berishdi. Shundan so'ng Gon kemada aylanib yurdi. U kapitan bilan uchrashib qoldi va unga tasodifan bo'ron yaqinlashayotganini aytdi. Qayerdan bilasan? Gon buni unga chayqalar aytganini bildi. Uning burni ham yaqinlashayotgan juda katta bo'ronni sezgan edi. Kapitan Gonda o'ziga juda tanish bo'lgan qiyofani ko'rdi. Mana, aytganimdek kutilmaganda haqiqiy dahshatli bo'ron boshlandi. To'lqinlar shunchalik ulkan ediki, kemadagilarning ko'pchiligi hatto oyoqda ham tik tura olmasdi. Suv ustilaridan sharillab quyilardi. Dengizchilar vahimaga tushib, yelkanlar bunga chiday olmasligini, ularni zudlik bilan tushirish kerakligini aytishdi. Lekin bizning qari kapitanimiz uchun bu shunchaki ahmoqlik edi. Uningcha haqiqiy o'yin endi boshlangandi. Tasavvur qilyapsizmi, u kemani to'g'ridan-to'g'ri bo'ronga qarab haydadi. O'sha ulkan to'lqinlar ustiga chiqib, ularni yorib o'tdi. Tabiat bilan bunday o'ynashish kemani shunday qattiq chayqadiki, hamma joy ostin-ustun bo'lib ketdi. Kapitan uchun bu to'lqinlar hech narsa emasdi, lekin atrofga qarasa, yo'lovchilarning birortasi ham mador qolmagan. Hammasi ag'anab yotardi.
Butun ekipaj va yo'lovchilar dengiz kasaliga chalinib yotib qolishgandi. Kapitan ularni ko'rib, "Shu ahvolda yana ovchilar imtihoniga qatnashmoqchimisizlar?" deb hafsalasi pir bo'ldi. Ammo kutilmaganda qari kapitan Gonning boshqalarga yordam berib, ularga g'amxo'rlik qilayotganini ko'rib qoldi. Qarangi, undan tashqari kemada yana ikkita Gondan kattaroq yigit ham o'zini yo'qotmagan, soppa-sog' turishardi. Kapitan ularning ismlarini so'raganda, ular Kurapika va Leorio ekanligini aytishdi. Kapitan ulardan nega ovchi bo'lmoqchi ekanligini so'radi. Leorio esa bunga umuman javob bergisi kelmadi. "Senga nima?" degandek turardi. Gon esa ochiq ko'ngillik bilan dadasi ovchi bo'lganini, u Kit orolidan aynan dadasi nega ovchi bo'lishni shunchalik qattiq xohlaganini bilish uchun yo'lga chiqqanini aytib berdi. Kapitan darhol uning jinning o'g'li ekanligini tushunib yetdi. Shu payt Leorio Gonga qarab, "Bu qari kapitanga sirlaringni aytish shart emasdi", deb tanbeh berdi. Gon esa juda sodda va beg'ibor edi. Kurapika ham Leorioning fikriga qo'shildi, lekin unga hurmatsizlik bilan to'g'ridan-to'g'ri ismi bilan murojaat qildi. U muammoli savollardan qutulishning eng oson yo'li chiroyli yolg'on to'qish ekanligini aytdi, lekin uning o'zi yolg'on gapirishni uyatli ish deb hisoblardi. Agar rostini aytsa, Kurapika o'zining eng chuqur, qorong'u sirini ochib qo'yishi kerak bo'lardi. Shuning uchun u ham savolga javob bera olmasligini ma'lum qildi. Kurapika gapirayotib, Leorioni umuman pisand qilmadi. Buni ko'rgan kapitan esa jilmayib, "Agar javob berishni xohlamasanglar, unda hakamlar hay'atiga 2 ishtirokchi imtihondan voz kechdi deb xabar beraman", deb ularni shok holatiga tushirib qo'ydi. Bu gapdan keyin Leorio va Kurapika qotib qolishdi. Ha do'stlar, ovchilar imtihoni allaqachon boshlanib bo'lgan edi. Ovchi bo'lishni orzu qilganlar osmondagi yulduzlardek tiqilib yotibdi. Hakamlarning esa ularning har birini tekshirib chiqishga na vaqti, na asabi chidardi. Shuning uchun ular bo'shashgan ishtirokchilarni elakdan o'tkazish uchun xuddi shu qari kapitan kabi odamlarni yo'llashadi. Kapitan allaqachon kengashga kemada hushidan ketganlarning hammasi imtihondan yiqilganini ma'lum qilib bo'lgandi. Axir agar ular shunday kichkina bo'ronga chiday olishmasa, imtihonning keyingi haqiqiy do'zax bosqichlarida ularga nima bor? Boshqacha qilib aytganda, faqat shu qari kapitanning sinovdan o'tganlargina rasmiy imtihonga qo'yiladi. Shuning uchun u uchala qahramonimizga javob berishdan oldin kallani ishlatib yaxshilab o'ylab ko'rishini maslahat berdi. Shundan so'ng Kurapika o'zining Kurta qabilasidan omon qolgan yagona inson ekanligini tan oldi. 4 yil oldin uning butun qabilasini shafqatsiz jinoiy guruh qirib tashlagan ekan. Endi u ovchi bo'lib o'sha mashhur sharpa truppasini, ya'ni Genay Riodanni ovlamoqchi. Bu degani Kurapika kalla kesar, mukofot ovchisi bo'lmoqchi. Lekin sharpa truppasi bu A darajali o'ta xavfli nishon. Hatto eng tajribali yirtqich ovchilar ham ularga yaqinlashishga yuragi betlamaydi. Qari kapitan unga shunchaki o'z hayotini barbod qilishini aytib ogohlantirdi. Ammo Kurapika o'limdan umuman qo'rqmasligini, u faqat vaqt o'tishi bilan ichidagi qasos olovi va g'azabi so'nib qolishdan qo'rqishini aytdi. Ayni shu paytda uning ko'zlari g'alati va dahshatli tarzda qip-qizil rangga kirdi. Leorioning gapi bo'yicha esa Kurapika shunchaki qasos olmoqchi, lekin qasos olish uchun albatta ovchi bo'lish shartmikin? Nima deb o'ylaysiz? Kurapika bu hayotida eshitgan eng ahmoqona sabab ekanligini aytdi. U yana Leorioni hurmatsizlik bilan to'g'ridan-to'g'ri ismi bilan chaqirdi va faqat ovchilar kira oladigan maxfiy joylar borligini tushuntirdi. Oddiy odamlar yeta olmaydigan ma'lumotlar, imkonsiz vaziyatlar va Leorioning kichkina aqli yetmaydigan yana qancha sabablar bor. Buni eshitgan Leorio portlab ketay dedi. Lekin Gon uni to'xtatib, nega ovchi bo'lmoqchiligini so'radi. Leorio hech uyalmasdan unga shunchaki pul kerakligini, pulga hamma narsani, katta uy, qimmat mashina, zo'r ovqatlarni sotib olish mumkinligini aytdi. Shunda Kurapika olijanoblikni pulga sotib ola olmaysan, Leorio deb tashladi. Obbo, bu gapdan keyin Leorioning tepa sochi tikka bo'ldi. Kurapikaning kamsitishlaridan to'ygan Leorio uni tashqariga yakkama-yakka jangga chaqirdi va uning qabilasi haqida juda og'ir gapirib yubordi. Bu gapdan keyin Kurapikaning ham ko'zlari qonga to'ldi. U Leoriodan darhol so'zlarni qaytarib olishini talab qildi, lekin Leorio qaysarlik qilib turib oldi. Ikkalasi ham g'azab bilan tashqariga qarab ketishdi. Qari kapitan ularni to'xtatmoqchi bo'ldi, lekin Gon "Tegmang, o'zlari hal qilishsin", dedi. Xolasi Mito unga kimgadir tushunish uchun avvalo uning nima uchun g'azablanayotganini tushunish kerakligini aytgan ekan. Gonning fikricha, Kurapika va Leorio uchun hozir eng muhimi o'z g'azablari sababini anglash edi.
Shuning uchun ularni o'z holiga qo'yish kerak. Ayni shu paytda dengizchilar vahima bilan kapitanga oldinda ulkan suv quyasi, ya'ni tornado borligini xabar qilishdi. Agar kema unga tushib qolsa tamom, hammalari cho'kib ketishadi. Kapitan zudlik bilan yelkanlarni tushirishni buyurdi. Gon esa darhol yordamga yugurdi. Kapitan rulni mahkam ushladi. Qolgan hamma tashqariga chiqib, yelkanlarni tushirishga harakat qildi. Lekin shamolning kuchi shunchaki dahshatli edi. Shunday to'polon bo'layotganiga qaramay, Kurapika va Leorio yomg'ir va bo'ronga parvo qilmay, hamon bir-biriga o'qrayib turishardi. Kurapika Leoriodan gapini qaytarib olishini talab qildi. Leorio esa o'ziga hurmat talab qilib, orqaga chekinmaslikni aytdi. Ikkalasi ham qurollarni chiqarishdi. Shu payt tornado ularga juda yaqinlashib qoldi. Dengizchilarning kuchi yelkanlarni yig'ishga yetmasdi. Kutilmaganda kuchli shamol bir dengizchini uchirib ketdi va u to'g'ri Kurapika va Leorio tomonga uchib ketdi. Ular uni qutqarmoqchi bo'lishdi, lekin ulgurishmadi. Shunda Gon, tasavvur qilyapsizmi, Gon hech narsani o'ylamasdan uni ushlab qolish uchun to'g'ridan-to'g'ri kemadan o'zini pastga otdi. Yaxshiyamki Kurapika va Leorio uning oyoqlarini tutib qolishga ulgurishdi. Xayriyatki hammasi eson-omon qutqarildi. Qari kapitan ham kemani tornadodan olib chiqib ketishga muvaffaq bo'ldi. Shundan so'ng Leorio Gonni rosa urishdi. Agar biz sening oyoqlaringdan ushlab qolmaganimizda, akulalarga yem bo'larding ahmoq. Kurapika ham uning bu qadar tavakkal qilganini qoraladi. Gon esa kulib, lekin sizlar meni ushlab qoldingiz-ku, men bunga ishonardim, deb javob berdi. Boyagi dengizchi Kadzo kelib, hayotini saqlab qolgani uchun Gondan minnatdorchilik bildirdi. Gon esa faqat o'zi emas, Kurapika va Leorio ham katta yordam berganligini aytdi. Kadzo ularga ham rahmat aytganda, Kurapika biroz xijolat bo'ldi. Leorio ham uning sog'-salomat ekanligidan xursand edi. Shu kichkina voqeadan keyin qarangki, Kurapika va Leorioning o'rtasidagi muzlar erib, ular ancha yaqinlashib qolishdi. Kurapika Leoriodan qo'pol muomalasi uchun uzr so'radi. Leorio esa meni hurmat bilan chaqirishing shart emas. Shunchaki Leorio deyaver, deb u ham o'zining og'ir gaplarini qaytarib oldi va xato qilganini tan oldi. Qari kapitan bu holatni ko'rib juda xursand bo'ldi. Bu uchalasi unga yoqib qolganini aytib, ularni imtihon joyiga, eng yaqin portga olib borishga va'da berdi. Gon hayron bo'lib, imtihon nima bo'ladi, deb so'radi. Kapitan esa buni o'zi hal qilishini va uchalasi ham imtihondan o'tganini e'lon qildi. Gon bundan shunchaki osmonlarda uchib yurardi. Shunday qilib ular Dolle portiga yetib kelishdi. Xayrlashayotganda qari kapitan Gonga tepalikdagi ulkan kedir daraxtini ko'rsatib, imtihon joyiga borish uchun o'sha yerdan yurish eng qisqa yo'l ekanligini maslahat berdi. Lekin qarangki, bu sirli suhbatni tasodifan o'tib ketayotgan bir shubhali shaxs eshitib qoldi. Leorio Zaban shahrida bo'ladigan imtihon haqidagi e'lonni o'qib qoldi. Lekin qiziq tarafi, bu shahar kapitan aytgan kedir daraxtiga mutlaqo qarama-qarshi yo'nalishda edi. Xo'sh, Zaban shahrining aynan qayerda ekan o'zi? Ularning vazifasi shu ozgina ma'lumot bilan imtihon joyini topish edi. Bu ham o'ziga xos bir yashirin sinov bo'lsa kerak-da, to'g'rimi? Nima bo'lganda ham Gon qari kapitanga ishonib, kedir daraxti tomon ketishga qaror qildi. Kurapika esa Gonning bu harakati qiziq tuyulgani uchun unga ergashdi. Leorio bo'lsa aqllilik qilib, Zaban shahriga boradigan avtobusga o'tirdi. Lekin yo'l yarmida bu shunchaki qopqon ekanligini eshitib qoldi. Aslida Zaban shahriga hech qanaqa avtobus bormas ekan. Ko'pchilik tajribasiz qatnashchilar xuddi shunday soddaligi uchun shu yerning o'zidayoq imtihondan yiqilisharkan. Buni eshitgan Leorio darhol avtobusdan tushib, orqaga qarab qochdi va ikkita do'stiga yetib oldi. Yo'l bo'yi u, sizlar mensiz zerikib qolmasin deb qaytib keldim, deb bahona qilib ketdi. Lekin hammamiz bilamizki, agar Gon bo'lmaganda, Leorio allaqachon chuv tushgan bo'lardi. Shunday qilib bizning uchchiligimiz juda g'alati. Kimsasiz bir shaharchaga kirib kelishdi. Gonning quloqlari darhol bu yerda ko'plab odamlar yashirinib yotganini payqadi. Kutilganidek, birozdan so'ng ular paydo bo'lishdi va qahramonlarimizga qiziqarli bir savol-javob o'yinini taklif qilishdi. Bir g'alati kampir Gondan tepalikdagi daraxt tomon ketyapsizmi deb so'radi. U yerga yetib borish uchun ular albatta shu shaharchadan o'tishlari va kapitanning bitta savoliga javob berishlari kerak ekan. O'ylash uchun esa atigi 5 soniya vaqt beriladi. Agar noto'g'ri javob berilsa tamom, ular shu zahotiyoq chetlatiladi va bu yilgi ovchilar imtihoni bilan xayrlashga majbur bo'lishadi. Leorio darhol o'zini ko'rsatib, "Men bunday boshqotirmalar bo'yicha ustaman", deb maqtanib qo'ydi.
qoida bo'yicha javob faqat 1 yoki 2 raqami bo'lishi kerak ekan. Boshqa har qanday javob xato hisoblanadi. Uchalasiga bitta umumiy savol beriladi. Agar bittasi xato qilsa, uchalasi ham yiqiladi. Lekin Gon bunga ijobiy qarab, demak oramizdagi bittamiz to'g'ri topsa ham hammamiz o'tamiz. Yaxshiyamki men bunday o'yinlarga uncha yo'qman, deb kulib qo'ydi. Ayni shu paytda portdan beri ularni poylab kelayotgan haligi shubhali yigit paydo bo'lib, birinchi bo'lib o'zi javob berishini aytdi. Leorio savol qanaqa bo'lishini bilib olish uchun unga yo'l berdi. U yigit esa imtihondan o'tib olib, oldinroqqa borib qahramonlarimizga qopqon qo'yishni reja qilgan edi. Kapitanning savoli shunday edi: "Yovuz kimsalar onangni va sevgilingni o'g'irlab ketishdi. Sen faqat bittasini qutqara olasan. Birinchisi onangni, ikkinchisi sevgilingni. Qaysi birini tanlaysan?" Leorio shok holatiga tushib qoldi. Axir bu mantiqiy savol emas-ku. Lekin haligi poyloqchi yigit hech ikkilanmasdan tugmani bosdi va bir deb javob berdi. Uning bahonasi: ona bitta bo'ladi, sevgilini esa boshqasini topish mumkin emish. Qarangki, kampir bu javobni qabul qildi va uni o'tkazib yubordi. U yigit ketayotib, shunchaki kampir eshitishni xohlagan gapni aytish kerak. Tamom, deb masxara qilib ketdi. Buni eshitgan Leorio darhol portlab ketdi. U bu g'irt ahmoqgarchilik ekanligini, nega endi bu javob to'g'ri bo'lish kerakligini aytib, janjal ko'tardi. Nahotki haqiqatdan ham faqat kampirga yoqadigan javobni berish kerak bo'lsa, lekin hech kim Leorioning dodvoyiga e'tibor bermadi. U bu firibgarlikni umuman qabul qilmaslikni va boshqa yo'l topib ketishni aytdi. Ammo kampir endi kech bo'lganini, agar savolga javob bermasdan bosh tortsa, avtomatik ravishda imtihondan yiqilishini aytdi. Leorio hamon bu bo'lmagan gap ekanligini, chunki har xil odamlar har xil javob berishini, bu savolning umuman to'g'ri javobi yo'qligini uqtirardi. Xuddi shu gapni aytganda Kurapika birdan hammasini tushunib yetdi. U darhol Leoriodan tinchlanishini so'radi. Kampir Kurapika sirni anglaganini sezib, darhol unga ortiqcha gapirmaslikni taqiqlab qo'ydi. Agar javobdan boshqa yana biron narsani muhokama qilishsa, hammalari chetlatiladi. Kurapika ichida Leorio o'zini bosib olishga umid qilardi, chunki bu shunchaki oddiy psixologik hiyla edi. Nargi tomonda esa Gon ko'zlarini qisib, jimjit bo'lib, chuqur o'yga tolgandi. Ularning savoli shunday edi: o'g'ling va qizing o'g'irlab ketildi. Faqat bittasini qutqara olasan. Birinchisi o'g'ling, ikkinchisi qizing. Leorio o'zini masxara qilayotgandek his qilib, shunday g'azablandiki, vaqt tugashi bilan yerdan bitta tayoqni oldi-yu, kampirga tashlamoqchi bo'ldi. "Men ustimdan kulyapsanmi?" deb baqirdi u. Lekin Kurapika uni darhol to'xtatib qoldi va "Jinni bo'ldingmi? Bunday qilsang hammamizning to'g'ri javobimizni yo'qqa chiqarasan", dedi. Leorio shokda qotib qoldi. Kurapika esa jilmayib, "Jim turish ayni shu savolning to'g'ri javobi" ekanligini tushuntirdi. Boya Leorioning o'zi aytgandek, bunday savollarning to'g'ri javobi yo'q, lekin qoida bo'yicha faqat 1 yoki 2 ni tanlash kerak edi. Demak, yagona yo'l umuman javob bermaslik. Qoyilmisizlar bu mantiqqa? Xullas, to'g'ri javob hech narsa demaslik, shunchaki jim turish edi. Boyagi maqtanchoq yigitga kelsak, kampir unga "to'g'ri topding" demagan, shunchaki "o'tishing mumkin" degandi. Boshqacha qilib aytganda, u ahmoq to'g'ridan to'g'ri xato yo'lga, ya'ni qopqonga qarab ketgan edi. Kurapikaning tahlili 100% to'g'ri chiqdi. Shundan so'ng qahramonlarimizga Kadir daraxtiga olib boradigan haqiqiy to'g'ri yo'l ko'rsatildi. Bu yo'l orqali piyoda atiga 2 soatda yetib borish mumkin ekan. Daraxt tagidagi yog'och uyda bir er-xotin yashaydi. Ular maxsus yo'l boshchilar bo'lib, agar biznikilar savoldan o'tsa, ularni imtihon joyiga olib borishadi. Leorio o'zining qo'polligi uchun kampirdan uzr so'radi. Kampir esa kulib, buni ko'ngliga olmasligini, bu ishni aynan Leorioga o'xshagan qiziq odamlarni uchratish uchun qilishini aytdi. Kampir Leorioga "zo'rovchi bo'lishga harakat qil bolam" deb omad tiladi. Shu payt qarasalar, Gon yerda o'tirib olib, hamon qattiq o'yga tolgandi. U "foydasi yo'q, baribir to'g'ri javobni topa olmadim", dedi. Kurapika unga sinov allaqachon tugaganini aytdi. Gon buni bilsa ham, lekin hayotda rostdan ham shunday vaziyatga tushib qolsam va faqat bir kishini qutqara olsam, nima qilaman, deb so'radi. Faqat bittasini tanlash adolatdan emas, lekin qachondir shunday og'ir tanlov qilishga to'g'ri kelib qolsa-chi. Gonning bu gapi hammalarni chuqur o'yga toldirdi. Aslida bu psixologik testning haqiqiy maqsadi ham xuddi shu edi. Inson
har doim eng yomon vaziyatlarga ruhan tayyor turish kerak. Chunki shafqatsiz hayot kutilmaganda har qanday zarbani berishi mumkin. Shunday qilib ular 2 soatdan ham ko'proq piyoda yurishdi. Leorio yana nolib boshladi. Faqat yirtqichlardan ehtiyot bo'ling degan yozuvlarni ko'ryapman. Qornim ochib ketdi. Ustiga ustak hojatga ham borgim kelyapti, deb javradi. Nihoyat ular ulkan kedr daraxti tagidagi kulbaga yetib kelishdi. Eshikni taqillatishdi, lekin hech kim ochmadi. Tavakkal qilib ichkariga kirishsa dahshat. Uy ichida qandaydir maxluq odamlarga hujum qilayotgan ekan. Bu shaklini o'zgartira oladigan o'ta aqlli maxluq. Kiriko edi. Maxluq darhol derazani sindirib qochib qoldi. Leorio zudlik bilan polda yotgan yarador erkakka birinchi yordam ko'rsatishni o'z bo'yniga oldi. Kurapika va Gon esa maxluqning ortidan quvib ketishdi. Tasavvur qiling, Gon hatto bu qop-qorong'u o'rmonda ham o'sha maxluqning xira soyasini bemalol kuzatib bora olardi. Qanaqa ko'z bu? Maxluqning tezligi shunchaki aql bovar qilmas darajada edi. Ular qizni qutqarib olishlari kerak. Maxluq kutilmaganda odam tilida gapirib yubordi. Buni eshitgan Gon shunchalik hayratda qoldiki, chalg'ib ketib sal qolsa yiqilib tushayozdi. U darhol Kurapikaga "Eshitdingmi? U odamga o'xshab gapirdi", deb maqtanib qo'ydi. Lekin Kurapika uchun bu umuman yangilik emasdi. Endi Gon uchun hammasi osonlashdi. U maxluqqa yetib olib, uni ahmoq deb masxara qildi. Maxluq o'girilishi bilan Gon unga kuchli zarba berdi. Qiz maxluqning qo'ldan tushib ketdi va Kurapika uni chaqqonlik bilan tutib oldi. Gon esa o'zini o'qqa cho'q ko'rib, maxluqning ortidan quvishda davom etdi. Kurapika qizni tekshirib, ahvolini so'radi. Qiz yaxshiligini, lekin eri uchun xavotirda ekanligini aytdi. Kutilmaganda Kurapika qizning qo'lidagi g'alati tatuirovkani ko'rib qoldi va unda shubha uyg'ondi. Ayni shu paytda Leorio ham yetib kelib, haligi yarador erkakni davolaganini va hozir xotirjam uxlayotganini aytdi. Lekin bu yerda qandaydir sir borga o'xshaydi. Nima dedingiz? Kurapika hech narsa demasdan to'satdan Leorioga hujum qilib qoldi. Shunda Leorio sekin-asta o'zgarib, haligi maxluqqa aylandi va Kurapikadan uni qanday payqaganini so'radi. Kurapika esa hech narsani payqamaganini, shunchaki Leorioga yaradorga qarashni tayinlaganini va u rozi bo'lganini aytdi. Maxluq hali ushlanmagan bir paytda Kurapika Leorioni yaradorni yolg'iz tashlab ketgani uchun ahmoqlikda ayblab urgan ekan. Tasavvur qilyapsizmi? Shunchaki tasodif. Shundan so'ng maxluq qochib ketdi. Endi navbat qizga keldi. Kurapika undan aslida kimligini so'radi. Bu paytda Gonning quvlashmachoq o'yini hamon davom etardi. Bizning qahramonimiz shunchalik qaysarki, qanday joy bo'lishidan qat'iy nazar maxluqning ortidan qolmasdi. Uning asosiy quroli bo'lgan qarmoq esa har qanday vaziyatda asqotadigan ajoyib moslama edi. Shu payt maxluq paydo bo'lib, Gon uni urganiga ishona olmayotganini va buning uchun javob berishini aytib po'pisa qildi. Lekin Gon bu gaplardan umuman qo'rqmadi. Aksincha, atrofga alanglab, bu maxluq kimligini so'radi. Axir bu u urgan maxluq emasdi-da. Bu gapdan keyin maxluq taqqa to'xtab qoldi. U Gondan buni qanday bilib olganini so'raganda, Gon ularning yuzlari umuman boshqacha ekanligini, hozirgisining ovozi esa sal ingichkaroq va balandroq ekanligini aytdi. Buni eshitgan maxluq xoxolab kulib yubordi va xotinini chaqirib, bu bola unga albatta yoqishini aytdi. Qarang, shuncha yildan beri birinchi marta kimdir bu ikki maxluqni bir-biridan ajrata olgan ekan. Shuning uchun ular xursandligidan terisiga sig'masdi. Buni ko'rgan Kurapika va Leorio nima deyishni bilmay shokda qotib qolishgandi. Gon esa o'zi urgan maxluq aslida er ekanligini aytdi. Shundan so'ng bu maxluqlar oilasi o'zlarini ovchilar imtihoniga yordam beruvchi rasmiy yo'lboshchilar deb tanishtirishdi. Har yili imtihon joyi o'zgarib turar ekan. Shuning uchun uni topish juda qiyin. Mana shu yo'lboshchilar esa nomzodlarga manzilga yetib olishga yordam berishar ekan. Lekin ular duch kelgan odamga yordam bermaydi. Avval nomzodlarning bunga munosib yoki yo'qligini sinab ko'rishadi. Kurapika eng kichik, sezilmas ishoralardan ham ularning er-xotin emasligini bilib olgan ekan. O'sha ishora bu hududda ayollarning butun umr yolg'iz o'tishini bildiruvchi maxsus tatuirovka edi. Bu tatuirovka o'z hayotini qadimiy an'analarga bag'ishlashini anglatadi. Kurapika o'zining qanchalik bilimdon ekanligini ko'rsatdi va shu sababli sinovdan muvaffaqiyatli o'tdi. Leorioga kelsak, u garchi maxluqlar oilasining o'g'lini taniy olmagan bo'lsa-da, uning jarohatlarini har qanday malakali shifokorlardan ham tezroq va yaxshiroq bog'lab qo'ydi. Eng asosiysi, u bemorni xotini xavfsiz ekanligiga ishontirib, unga dalda berib turdi. Uning bu mehribonligi va insoniyligi ovchilar imtihonida qatnashishga to'la munosib ekanligini isbotladi. Buni eshitgan Leorio xursandligidan sakrab yuboray dedi va nihoyat Gon uning aql bovar qilmas jismoniy kuchi va o'tkir kuzatuvchanligi uning imtihonga to'g'ridan to'g'ri yo'llanma olishiga sabab bo'ldi.
Xullas uchalasi ham sinovdan yorug' yuz bilan o'tishdi. Shundan so'ng maxluqlar oilasi ularni haqiqiy imtihon joyiga olib ketishdi. Hamma sinovdan o'tdi, lekin bayram qilishga hali erta do'stlar. Ular hozircha faqatgina asosiy imtihonda qatnashish huquqini qo'lga kiritishdi xolos. Shunga qaramay Gon va uning do'stlari osmondagi bu qisqa sayohatdan mazza qilib bahra olishdi. Axir haqiqiy ovchi bo'lish yo'li hali ancha uzoq. Keyin Gonning jamoasi Zaban shahriga yetib keldi. Ha, o'sha mashhur shahar. Lekin agar yo'l boshchilar bo'lmaganda, ular imtihon joyini tushlarda ham ko'ra olmasdi. Shaharda hamma narsa yangi va g'alati. Gonning ko'zlari qiziqishdan chaqnab ketdi. Lekin Zaban ancha shubhali joy. Bunday katta va boy shahar har xil firibgar yovuzlarni o'ziga tortadi. Gon kabi qishloqdan kelgan sodda bolalar esa bunday joylarda osongina tuzoqqa tushib qolishi hech gap emas. Va nihoyat ular imtihon o'tkazilinadigan joyga yetib kelishdi. Oldilarida osmon o'par bino turardi. Bu butun dunyodan kelgan ovchi bo'lishni orzu qilganlarni o'ziga tortadigan joy. Gon buni ko'rib hayratdan sakrab yuboray dedi. Nahotki dadam ham o'z vaqtida xuddi shu yerda turgan bo'lsa, deb o'yladi. Lekin shoshilmanglar, adashibdi. Aslida imtihon joyi bu ulkan bino emas. Uning shundoqqina yonidagi oddiygina, ko'rimsiz bir oshxona ekan. Tasavvur qilyapsizmi? Millionlab odamlar qatnashadi degan shunday nufuzli imtihon shu mitti oshxonada bo'lishini kim ham o'ylabdi deysiz. Ichkariga kirishgach yo'l boshchi yigit oshpaz bilan qandaydir maxfiy parolni almashdi. Shundan so'ng ularni tezda orqa xonaga olib o'tishdi va shu yerda kutib turishlarini tayinlashdi. Qiziq, endi nima bo'larkani? Yo'l boshchining fikricha, har 10 mingta nomzoddan faqat bittasigina bu bosqichgacha yetib kela olarkan. U Gon va uning do'stlariga qarab, yangi kelganlar uchun juda zo'r natija ko'rsatdinglar, deb Gon xursand bo'lib unga minnatdorchilik bildirdi. Yo'lboshchi esa keyingi yili ham sizlarga yo'lboshchilik qilsam xursand bo'lardim, deb xayrlashdi. Bu gapni eshitgan Leorio darhol nolib boshladi. Nima degani bu? Bizni bu yil yiqiladi deyaptimi? Lekin do'stlar, statistika dahshatli. Yangi qatnashchilarning imtihondan o'tish ehtimoli har 3 yilda faqat bir kishiga to'g'ri kelarkan. Bu shunchalik qiyinki, ko'pchilik imtihonning aql bovar qilmas jismoniy va ruhiy bosimiga chiday olmaydi. Yana shunday xatolar ham bo'ladiki, tajribali eski qatnashchilar yangilarni shunday ezib tashlaydiki, bechoralar boshqa hech qachon imtihonga qaytib kelmaydigan bo'lib ketishadi. Buni eshitgan Gon, demak shuning uchun ham odamlar ovchi bo'lish uchun hamma narsani xavf ostiga qo'yisharkanda, deb xulosa qiladi. Leorio esa darhol o'zining sevimli mavzusiga o'tadi. Albatta-da, chunki ovchilar dunyodagi eng ko'p pul topadigan odamlar. Kurapika esa bunga keskin qarshi chiqdi. Uning fikricha, ovchilar dunyodagi eng oliy janob insonlar emish. Va mana yana o'sha eski hamom, eski tos, ikkalasi yana tortishishni boshlab yuborishdi. Leorio og'zidan tupugi sachrab, har yili dunyoning eng boy 100 ta odami ro'yxatiga kamida 50 ta ovchi kiradi. Tushundingmi? deb baqirdi. Kurapika esa bo'sh kelmay, ovchi deganda faqat yovuz hayvonlarni ovlaydigan yoki xazina qidiradiganlarni tushunish xato. Haqiqiy ovchilar insonlarni va tabiat muvozanatini himoya qiladi, deb javob qaytardi. Leorio ham bo'sh kelmasdan, ovchilarda deyarli barcha davlatlarga kirish huquqi bor. Jamoat joylardan tekinga foydalanishadi. Bu qanaqa katta imtiyoz ekanligini bilasanmi o'zi, deb maqtanardi. Kurapika esa unga jiddiy qarab, ovchilarning yelkasida juda muhim va og'ir mas'uliyatlar bor. Ular qadimiy madaniy yodgorliklarni, yo'qolib ketayotgan turlarni asraydi, qidiruvdagi jinoyatchilarni va yo'ldan ozgan ovchilarni tutadi, deb uqtiradi. Leorio, shon, shuhrat va pul. Mana nima uchun odamlar ovchi bo'ladi, desa, Kurapika, chuqur bilim, mustahkam aql va tana hamda bukilmas iroda. Mana ovchilar nima bilan faxrlanadi, deb bahslashardi. Xullas ikkalasining dunyoqarashi ikki xil, tinmay janjallashadi. Oxir ikkalasi ham Gonga qarab, "Xo'sh, sen o'zi qanaqa ovchi bo'lmoqchisan?" deb so'rashadi. Qiziq savol, to'g'rimi? Ayni shu qizg'in pallada ular tushgan lift 100-qavatga yetib keldi. Manzilga yetishgani uchun bu bahsni keyinga qoldirishga majbur bo'lishdi. Lift eshiklari ochilishi bilan dahshat. U yerda imtihonni kutib turgan odamlar bor edi. Leorio darhol bu yerdagi havo juda og'ir va g'alati ekanligini his qildi. Kurapika ham bu qatnashchilar ular shu paytgacha ko'rgan odamlardan butunlay farq qilishini, har birining o'ziga xos
xos xavfli qobiliyati borligini payqadi. Gon o'zining odatdagi quvnoqligi bilan hammaga salom deb baqirdi, lekin tasavvur qiling, hech kim unga javob bermadi. Hamma asabiy va tarang holda edi. Gonga 405-raqamli nishon berildi. Do'stlar ham uning yonidagi raqamlarni olishdi. Shu payt kutilmaganda ularning oldiga bitta to'ladan kelgan semizroq kishi kelib gap qotdi. U qahramonlarimizning yangi ekanligini darhol payqagan ekan. Nega deysizmi? Chunki bu uning imtihondagi naq 35-urinishi ekan. Qoyilmisiz 35 marta-ya? U o'zini bu imtihonning super faxriysi deb atadi. Xullas, qanaqa savol bo'lsa, bemalol beraverishlari mumkinligini aytdi. Bu semiz amakining ismi Tonpa ekan. Gon ham o'z jamoasini tanishtirib, Tonpadan yana shunga o'xshash eski, tajribali qatnashchilar bor yo'qligini so'radi. Tonpa darhol dostonni boshladi. 255-raqamli Todo, dahshatli polvon, kuchi shunchaki aql bovar qilmaydi. Ko'rinishidan g'irt ahmoqqa o'xshasa ham, aslida ancha aqlli. 103-raqamli Burbon, ilonlar bo'yicha mutaxassis. Bu odam juda kekchi, shuning uchun uning g'ashiga tega ko'rmang. 191-raqamli Bodoro, jang san'ati ustasi. Garchi u qari chol bo'lsa ham, Tonpa hayotida undan zo'r jangchini ko'rmagan ekan. Va nihoyat Amori, Imori va Umori ismli 3 og'ayni. Ular doim ajoyib jamoaviy ishlari bilan ajralib turishadi. Qaranglar, bu Tonpa hamma haqida ma'lumot yig'ib yurarkan-a. Yana 384-raqamli Geretta bor. U nayza va tayoq yordamida har qanday mavjudotni ovlaydigan haqiqiy ovchi. Xullas, shunga o'xshaydigan qariyalar tiqilib yotibdi. Ayni shu paytda kutilmaganda kimdir boshqa birovga tasodifdan turtilib ketdi. Va keyin dahshat. Haligi odam dodlab yubordi. Uning qo'llari xuddi sehrgarlikdek sekin-asta yo'q bo'lib, gul barglarga aylanib ketdi. Buni qilgan odam Hisoka edi. U jilmayib, qo'llaring gul bargga aylandi. Lekin bu hech qanaqa fokus emas. Keyingi safar birovga turtinsang, uzr so'rashni esdan chiqarma, deb masxara qildi. Buni ko'rgan Tonpaning rangi oqarib ketdi va bu psixopat yana qaytib kelibdi-ku, dedi 44-raqamli Hisoka. O'ta xavfli fokuschi. O'tgan yili u imtihondan 100% o'tishi aniq edi, lekin u kutilmaganda o'ziga yoqmagan. Bitta hakamni shafqatsizlarcha o'ldirib qo'ygan ekan. Leorio buni eshitib shokda qotib qoldi. Nima? Shunday qilib turib, bu yil yana imtihonga qo'yishdimi? Tonpa esa buni oddiy holdek tushuntirdi. Albatta-da, har yili hakamlar va imtihon qoidalari o'zgaradi. Hakamlar o'zlari xohlagan qoidani o'rnatishadi. Agar hakam rozi bo'lsa, hatto eng yovuz jinoyatchi ham imtihondan o'tishi mumkin. Ovchilar imtihoni shunaqa shafqatsiz joy. Nima bo'lganda ham Hisokani hech kim yoqtirmasdi. Tonpa Gonning jamoasiga bu psixopatdan uzoqroq yurishni qattiq tayinladi. O'ta xavfli shaxs. Bu aniq. Keyin Tonpa sumkasidan salqin ichimliklar chiqarib, tanishganimiz hurmati, mendan kichkina sovg'a deb ularga uzatdi. Lekin atrofdagilar Tonpani kuzatib, "Obbo, bu yana boshladi. O'zini farishta qilib ko'rsatyapti. Aslida bu yerdagi eng iflos, yaramas odam shu-ku", deb pichirlashardi. Ha, do'stlar, Tonpaning laqabi yangi kelganlarni yo'q qiluvchi edi. Kutilganidek u Gonning jamoasiga bergan sharbat ichiga o'ta kuchli surgi dorisi qo'shilgan ekan. Tasavvur qiling, bitta qultum ichsangiz, bir necha kun davomida ichingiz to'xtamaydi. Hojatxonadan chiqa olmaysiz. Imtihonni faqat pampers taqib topshirishga to'g'ri keladi. Lekin Gon sharbatdan bir qultum ichishi bilanoq darhol uni tuflab tashladi va Tonpaga qarab, "Bu sharbatning muddati o'tgan shekilli, ta'mi g'alati ekan", dedi. Uning bu ogohlantirishini eshitgan Leorio og'zidagi sharbatni sharlatib purkab yubordi. Kurapika esa o'zinikini shunchaki to'kib tashladi. Tonpa darhol tiz cho'kib, yolg'ondan uzr so'ray boshladi. Sharbat ayniganini bilmaganini aytdi, lekin u qayerdan bilsin? Gon tog'da o'sib har xil o'tlarni tatib ko'rgan. Biror narsa aynigan bo'lsa, u buni bir soniyada sezadi. Rejasi o'xshamagach, Tonpa uzr so'rab, sekin juftakni rostladi. U ichida, "Bu yilgi yangilar g'alati-ku, hammasi pishiq", deb o'yladi. Keyin u 294-raqamli Hanzoning oldiga bordi. Hanzo ko'rinishdan sodda yigitga o'xshaydi. U Tonpaga, "Hech kimga aytma, lekin men haqiqiy ninjaman. Maxfiy kitobni topish uchun ovchi bo'lmoqchiman", deb sirini ochdi. Lekin Tonpa unga sharbat uzatganda, Hanzo darhol hushyor tortib, "Ninjalar hech qachon begonaning qo'ldan narsa ichmaydi", deb rad etdi. Ana xolos, xavfli odamlar haqida gap ketganda, 301-raqamli Gitarakuni aytmasak bo'lmaydi. Uning basharasiga bir marta qarashning o'zidayoq odamni vahimaga bosadi. Undan uzoqroq
yugurish kerak. Tonpaning asabiga eng ko'p tekkan odam esa 187-raqamli Nikolas bo'ldi. Tonpa uning oldiga borganda, bu yigit kompyuter dahosi ekanligini, oldingi imtihonlar ma'lumotlarini tahlil qilib, hozirgi imtihon joyini aniq hisoblab chiqqanini ko'rib, Tonpaning hafsalasi pir bo'ldi. Nikolas ham qarab turmadi. U Tonpaning asl basharasini fosh qildi. Tonpa imtihonda qatnashish bo'yicha 2-o'rinda turar ekan. Eng ko'p ketma-ket qatnashgan odam ham shu. Lekin u biror marta ham imtihondan o'tmagan. Chunki uning yagona maqsadi yangi kelganlarni yo'q qilish. Shuning uchun Nikolas uning sharbatini ichishdan bosh tortdi. Tonpa endi Nikolasni nishonga olgandi. Lekin shu payt kutilmaganda bir yosh bola kelib, undan sharbat so'rab qoldi. Bola shunchalik chanqagan ediki, ichiga dahshatli surgi dorisi qo'shilgan sharbatni paqqos tushirdi. Lekin unga hech narsa qilmadi. Bola Tonpadan "Nega xavotirlanyapsan?" deb so'radi va o'zining maxsus mashg'ulotlardan o'tganini, shuning uchun zahar unga umuman ta'sir qilmasligini aytdi. Qoyilmisiz bu bolaga? Tasavvur qilyapsizmi, bu bola sharbat ichida nima borligini bila turib ham ichgan. Bu 99-raqamli Killua edi. Tonpa ichida bu yilgi yangilarning hammasi g'ir jinni-ku deb o'ylardi. Lekin Tonpa uchun buning farqi yo'q. Ularni yo'q qilish faqat unga zavq bag'ishlaydi va nihoyat bong yurdi. Vaqt keldi. Ulkan og'ir eshiklar sekin-asta ko'tarildi va hakam qatnashchilar bilan so'rashdi. U ovchilar imtihoniga ro'yxatdan o'tish vaqti tugaganini va imtihon rasman boshlanganini e'lon qildi. Hamma hayajondan yonib ketayotgandi. Hakam so'nggi bor ogohlantirdi. Agar omadingiz yoki qobiliyatingiz yetishmasa, bu imtihonda og'ir jarohat olishingiz yoki hatto o'lib ketishingiz hech gap emas. Dahshati, hakam kim o'z hayotini xavf ostiga qo'yishga tayyor bo'lsa, menga ergashsin. Agar qo'rqsangiz, orqadagi lift orqali uyga qaytishingiz mumkin, dedi. Lekin hech kim orqaga qaytmadi. Barcha 404 qatnashchi birinchi bosqichda qatnashishga qaror qildi. Hakam gapini tugatib, darhol yo'lga tushdi. Hamma uning ortidan ergashdi. Ular borgan sari tezlashib, oxir yugurishga o'tishdi. Hakam tezlikni oshirib borardi. O'zini Satots, ya'ni birinchi bosqich hakami deb tanishtirdi va hammaga ikkinchi bosqichga olib borishni aytdi. Shunda kimdir birinchi bosqichchi deb so'radi. Satots esa jilmayib, birinchi bosqich allaqachon boshlanganini, uning ortidan ikkinchi bosqichga yetib borishning o'zi aynan birinchi bosqich ekanligini aytdi. Qanaqa g'alati qoida bu? Satotsning ortidan yugurish bir qarashda juda oson tuyuladi, to'g'rimi? Lekin u hech kimga manzil qayerdaligini va qancha vaqt yugurish kerakligini aytmagandi. Hamma shunchaki unga ergashishi shart. Bu haqiqiy chidamlilik sinovi edi va Leorio o'ziga juda ishonardi. Ammo bu imtihonning eng yomon tarafi. Qancha yugurishini bilmaslikdan kelib chiqargan dahshatli ruhiy bosim edi. Vaqt o'tgan sari bu haqiqiy iroda sinoviga aylanib borardi. Shunday qilib, yaxshilar va yovuzlar aralashgan bu g'alati olomonda birinchi bosqich qizg'in pallaga kirdi. Aytgancha, bitta qatnashchi imtihon boshlanmasdanoq yiqilgan. Shuning uchun jami 404 kishi qolgandi. Ko'z ochib yumguncha 2 soat o'tib ketdi. Qatnashchilar allaqachon 30 kilometr masofani yugurib o'tishgandi, lekin hech kim qancha masofa bosib o'tganini bilmasdi. Ular manzil qayerdaligini bilmagan holda faqat hakamning tezligiga moslashib yugurishga majbur edilar. Oldinda nima kutayotganini bilmaslik odamni aqldan ozdiradi. Ba'zi bo'shashgan qatnashchilar allaqachon charchab, yiqila boshlashdi. Lekin Nikolas o'zini hamon tetik his qilardi va o'ziga ishonchi baland edi. Uning kompyuteridagi eski ma'lumotlarga ko'ra, bu bosqich roppa-rosa 40 kilometr yugurishdan iborat bo'lishi kerak emish. Uning hisob-kitobiga ko'ra, marraga juda oz qolgandi. Shuning uchun Nikolas xursand edi. Ammo uning aksi o'laroq, bizning maqtanchoq Leoriomizning madori qurib, tili osilib qolgandi. U bor kuchi bilan yugurishga harakat qilar, ichida ovchilar imtihonini juda oson deb o'ylab, qattiq adashibman-ku, deb o'zini so'kardi. Bu yerdagilarning hammasi g'ir jinni-ku. Endi Leorioning chidamliligi ulardan ancha orqada ekanligini bilib qoldi, deb o'ylardi u. Kutilmaganda Killua Leorioning yonidan shamoldek uchib o'tdi. Leorio unga qarab, "Hoy bola, ovchilar imtihonni o'yinchoq deb o'ylayapsanmi?" deb baqirdi. Qarasak, Killua skateboardda uchib ketyapti. Leorio darhol, "Bu g'irromlik, bu chidamlilik sinovi-ku", deb janjal ko'tardi. Lekin Gon do'stini emas, Killuani yonini olib, "Yo'q,
akam faqat orqamdan yuringlar dedi. Qanday yurishni aytgani yo'q-ku, dedi. Leorio, men sening do'stingmanmi yoki u? deb tutab ketdi. Killua esa Gonga yaqinlashib, necha yoshdaligini so'radi. Gon 12 yoshdaman, deb javob berdi. Gonning ham o'zi bilan tengdosh ekanligini bilgan Killua darhol skateboardidan tushib, unda men ham yuguraman dedi. Gon uning skatda uchishini ko'rib, "Vau, sen shunchaki dahshatsan", deb maqtadi. Shunday qilib ikkita bo'lajak afsona bir-biri bilan tanishib oldi. Oradan ko'p o'tmay haligi kompyuterchi Nikolsning madori qurib tili osilib qoldi. U o'zining hisob-kitoblari hech qachon xato qilmasligiga ishonardi. Nega hakam 40 kilometrdan oshib ketsa ham to'xtamayapti? Shu kechda yiqilamanmi? deb vahimaga tushdi. U buni umuman qabul qila olmasdi, lekin charchoq o'z so'zini aytdi. Hatto qimmatbaho noutbuki ham qo'lidan tushib ketdi. Shu payt Amori og'aynilari uning yoniga kelib, "Iye, shunchalik tez charchab qoldingmi? Bu bosqichda yiqilganlarni kamdan kam ko'ramiz-ku", deb ustidan kula boshladi. "Sen g'irt yaramas, foydasiz ekansan. Senga o'xshaganlar baribir ovchilar imtihondan o'ta olmaydi. Ikkinchi marta bu yerga qadamingni bosa ko'rma, axlat", deb uni haqorat qilishdi. Bu og'ir gaplar Nikolsga shunday qattiq ta'sir qildiki, u quloqlarini berkitib yerga yiqildi va ruhan sindi. Qarasak, Tonpa Amori o'g'inlarga pul to'layotgan ekan. Ha, bu hammasi o'sha iflos Tonpaning rejasi edi. Ular Nikols shunchalik kamsitildiki, endi o'rnidan tura olmaydi va boshqa hech qachon imtihonga qaytmaydi deb xursand bo'lishardi. Yangi kelganlarni mana shunday ruhan ezib tashlash Tonpaning yagona maqsadi, uning hayot mazmuni edi. Bu orada hakamning tezligi borgan sari oshib borardi. Imtihon boshlanganiga esa naq 4 soat bo'lib qolgandi. Ular allaqachon 60 kilometrga yaqin masofani yugurib o'tishgandi, lekin qachon to'xtashlarini hech kim bilmasdi. Leorioning butunlay tinkasi qurib, orqada qolib ketdi. Ovchilar imtihonida yangilarning o'tishi ehtimoli 3 yilda bir kishi bo'lsa, men kabi oddiy odamlar uchun bu shunchaki xom xayol ekanda, deb o'ylaydi u, umidsizlikka tushib. Hatto chamadonini ham yerga tashlab yubordi. Buni ko'rgan Gon taqqa to'xtadi va Leorioga qarab ko'zlari bilan dalda bera boshladi. Killua, "Ketdik, uni tashlab ketamiz", desa ham Gon qarab turaverdi. Gonning bu ishonchli nigohiga Leorio chiday olmadi. Ichidagi olov qayta yonib, "Men albatta haqiqiy ovchi bo'laman", deb bor kuchi bilan oldinga intildi. Gon esa o'zining ajoyib qarmoqchasi bilan Leorioning chamadonini ilib oldi. Gonning bu harakati Killuaga shunchalik zo'r ko'rindiki, u ham buni sinab ko'rmoqchi bo'ldi. Bunga javoban Gon ham Killuaning skateboardida uchib ko'rishini xohladi. Ikkita tengdosh bola shunday qilib juda tez qalin do'st bo'lib qolishdi. Shundan so'ng ular yuqoriga ko'tariladigan zinapoyaga yetib kelishdi. Tasavvur qiling, ular allaqachon 80 kilometr yugurishgan edi. Hakam esa tezlikni yana oshirishga qaror qildi. Bu shunchaki dahshatli sinov edi. Hatto haqiqiy ninja bo'lgan Hanzo ham hakamning zinadan xuddi tekis yo'lda ketayotgandek yengil chiqayotganiga ishona olmasdi. Agar u shu tezlikni ushlab tursa, qatnashchilarning yarmi yiqilib tushishi aniq edi. Shu payt Killua Gonga qarab, "Kel, marraga kim birinchi yetib borishga o'ynaymiz. Yutqazgan yutganga zo'r ovqat olib beradi", deb musobaqa taklif qildi. Leorio bor kuchi bilan yugurishga o'tdi. Hatto ko'rinishi qanchalik kulguli va ahmoqona bo'lishiga ham parvo qilmadi. Uning yagona maqsadi to'xtamaslik edi. Leorioning bu qat'iyati Kurapikaga ham qattiq ta'sir qildi va u ham bor e'tiborni imtihonga qaratishga qaror qildi. Ayni shu paytda Kurapika Leoriodan bir narsani so'ramoqchi bo'ldi. Nahotki u rostdan ham faqat pul uchun ovchi bo'lmoqchi bo'lsa? Albatta unday emas. Garchi ular bir necha kundan beri tanish bo'lishsa ham, Kurapika Leorioning aslida qanday yaxshi inson ekanligini bilardi. Garchi uning muomalasi biroz qo'pol va fikrlashi sayoz bo'lsa ham. Buni eshitgan Leorioning yuzi burishib ketdi. Kurapika uni sayoz odam emasligini, hayotda faqat pul uchun yashaydiganlarni ko'p ko'rganini, lekin Leorio ulardan butunlay farq qilishini aytdi. Leorio Kurapikaga qarab, "Falsafa so'qishni yaxshi ko'rasan-a?" deb kuldi. Lekin o'zining o'tmishi haqida gapirishdan bosh tortdi. Shunda Kurapika unga o'zining qip-qizil ko'zlar haqida gapirib berdi. Aynan shu ko'zlar tufayli uning Kurta qabilasi nishonga olingan ekan. Qizil ko'zlar Kurta qabilasining o'ziga xos xususiyati bo'lib, ular qattiq hayajonlanganda yoki g'azablanganda ko'zlari xuddi olovdek qip-qizil yonib ketarkan. Bu qizil rangning jilosi dunyodagi eng go'zal 7 rangdan biri hisoblanadi. Shuning uchun ham ular qora bozorda aql bovar qilmas darajada
darajada qimmat narxda sotiladi. Aynan shu sababli Kurapikaning qabilasi shafqatsiz sharpa truppasi tomonidan qirib tashlangan. Kurapika hali hanuz o'sha qorong'ulikda azob chekayotgan. Ko'zlarning yig'isini eshitishni aytadi. U sharpa truppasini bittama-bitta tutib, qabiladoshlarining ko'zlarini qaytarib olishga qattiq qasamyod qildi. Kurapikaning ovchi bo'lishdan asosiy maqsadi ham xuddi shu edi. Agar u qora ro'yxatdagi jinoyatchilarni ovlaydigan mukofot ovchisi bo'lsa, qora bozordagi eng maxfiy ma'lumotlarga ega bo'lishi mumkin. Aslida Kurapika ovchilarining aynan shu turini jini suymasdi, lekin u o'z g'ururini chetga surib, yollanma ovchi bo'lishga ham rozi. Chunki uning qabilasi chekkan cheksiz azoblar oldida uning shaxsiy g'ururi bir chaqaga ham qimmat edi. Buni eshitgan Leorio xo'rsinib, o'zida Kurapikanikidek buyuk maqsadi yo'qligini, uning yagona dardi rostdan ham faqat pul ekanligini tan oldi. Kurapika, pulga hamma narsani sotib ola olmaysan, deganda Leorio, "Yo'q, hamma narsani sotib olsa bo'ladi", deb qat'iy javob berdi. Puling ko'p bo'lsa orzularni ham, inson qalbini ham, hatto odamning hayotini ham sotib olishing mumkin. Agar o'shanda pulim bo'lganida, eng yaqin do'stim o'lib ketmagan bo'lardi, deb baqirdi u. Endi Kurapika hammasini tushunib yetdi. Leorioning do'sti davolab bo'lmaydigan kasallikka chalinmagan ekan. Aslida uni davolash mumkin edi, lekin operatsiya narxi shunchalik dahshatli darajada qimmat ediki, bechora do'sti pul yo'qligidan vafot etdi. Muammo shundaki, Leorio juda sodda va oqko'ngil yigit. U do'sti kabi kasal bo'lgan bolalarni tekinga davolaydigan zo'r shifokor bo'lishni orzu qilardi. Bemorlarga pul to'lashingiz shart emas deb aytish uning eng katta orzusi edi, lekin hayot shafqatsiz. Bunday oliyjanob shifokor bo'lish uchun va tibbiyotda o'qish uchun aql bovar qilmas darajada katta pul kerak bo'lardi. Endi tushundinglarmi, hamma narsa baribir pulga borib taqaladi, dedi Leorio. Uning pulga bunchalik o'chligining asl sababi ham shu edi. Bu gaplardan keyin Kurapika unga butunlay boshqacha hurmat bilan qaray boshladi. Shu payt Gon va Killua ularning yonidan o'tib ketayotib, "Biz oldinroqda ketaveramiz", deyishdi. Killua Leorioga qarab, "Qara chol", deb yubordi. Bu esa Leorioning tepa sochini tikka qildi. "Nima? Men hali 17 yoshdaman ahmoq", deb baqirdi u. Lekin bolalar bunga ishonmasdi. Rostdan ham Leorio ancha kattaga o'xshaydi-da. Bu vaqtga kelib imtihonda juda ko'p odamlar charchab, taslim bo'lishgandi, lekin Gon va Killua xuddi sayrga chiqqandek bemalol yurib ketishardi. Oq sochli Killua Gonga qarab, uning tezligiga yetib olayotgani uchun maqtab qo'ydi. "Lekin agar ovchilar imtihoni shunaqa oson bo'lsa, zerikishdan o'lib qolaman-ku", deb nolib qo'ydi Killua. Gon undan nega ovchi bo'lmoqchiligini so'raganda, Killua hech qanday jiddiy sababi yo'qligini, shunchaki imtihon juda qiyin deb eshitgani uchun o'ziga qiziqarli sarguzasht qidirib kelganini aytdi. "Qoyilmisiz bu bolaga?" Killua Gondan nega ovchi bo'lmoqchiligini so'raganda, Gonning javobi esa juda oddiy edi. "Dadam ovchi bo'lgan, men ham ovchi bo'laman." Lekin qiziq tarafi, Gon dadasi haqida umuman hech narsa bilmasdi. Buni eshitgan Killua shokda qotib qoldi. "Qanaqasiga o'z dadang haqida hech narsa bilmaysan?" deb hayron bo'ldi. Gap shundaki, Gon tug'ilishi bilanoq xolasi Mitoning qo'liga topshirilgan. Dadasini faqat rasmlarda ko'rgan xolos. Tasavvur qiling, dadasi Jing atiga 12 yoshida ovchilar imtihondan o'tib Kit orolni tashlab ketgan ekan. Gon ovchilik qanaqa kasb ekanligini, nega dadasi o'z o'g'lidan ham kechib bu ishga shunchalik berilib ketganini bilishni xohlardi. Va nihoyat bitmas tuganmasdek tuyulgan tunnelning oxiri ko'rindi. Hakam Satots esa ichida, "Qiziq, qancha odam menga yetib kela oldi ekan-a?" deb o'ylardi. Gon va Killua marraga yaqinlashganda tezlikni oshirib, xuddi chaqmoqdek birga yetib kelishdi. Ikkalasi ham xursand, lekin "Men birinchi keldim", "Yo'q, men birinchi keldim", deb tortishib kelishdi. Oxiri durang bo'lganiga kelishib, Gon, "Unda men senga ovqat olib beraman, keyingi safar sen olib berasan", deb mardlik qildi. Ular hakam Satotsdan "Ikkinchi bosqichga keldikmi?" deb so'rashdi. Lekin hakam ularning hafsalasini pir qilib, "Yo'q, ikkinchi bosqich hali oldinda", dedi. Tunneldan tashqariga qarashsa, hamma yoqni quyun tuman qoplagan edi. Shu payt Leorio ham tili osilib, arrang marraga yetib keldi va nafasini rostlashga urindi. Kurapika ham yetib kelgach, tuman tarqalib, ularning ko'z oldida dahshatli bir o'rmon paydo bo'ldi. Bu joyning nomi Numeri botqoqligi, xalq tilida esa firibgarlar makoni deb atalardi. Ikkinchi bosqichga o'tish uchun barcha qatnashchilar aynan shu xavfli hududdan o'tishlari shart edi. Bu botqoqlik shunchaki o'rmon emas. U yerda odamni aldab tiriklayin yutib yuboradigan ochko'z, ayyor va g'alati maxluqlar tiqilib yotardi. Satots hammaga qattiq ogohlantirish berdi.
Juda ehtiyot bo'linglar va mendan bir qadam ham ortda qolmanglar. Agar bu o'rmondagi maxluqlarga aldanib qolsangiz, hayotingiz bilan xayrlashavering. Shu payt ortlaridagi ulkan tunnel eshigi gumburlab yopildi. Endi orqaga yo'l yo'q. Satots yana bir bor firibgarlar o'rmonidan ehtiyot bo'ling deb tayinladi. Leorio esa o'ziga ishonib, agar qopqonligini oldindan bilsang, qanday qilib bunga tushish mumkin? Bu imkonsiz deb maqtanib qo'ydi. Lekin kutilmaganda burchakdan usti boshi yirtilgan, qonga belangan bir odam chiqib keldi va "Bu hakamga ishonmanglar. O'g'ir, firibgar va soxta" deb baqirib yubordi. Ana xolos, endi nima bo'ladi? Haligi yarador odam o'zini haqiqiy hakam ekanligini da'vo qilib, kutilmaganda Satosga qo'yib qo'ygandek o'xshaydigan bitta jasadni sudrab chiqdi. Uning aytishicha, bu Numeriya botqoqligida yashaydigan odam yuzli maymun emish. Bu maymunlar inson go'shtini juda yaxshi ko'rarkan, lekin o'zlari nimjon va kuchsiz bo'lgani uchun odam qiyofasiga kirib olib, qurbonlarni shirin gaplar bilan botqoqlikka aldab olib ketarkan. Keyin esa boshqa yirtqichlar bilan birgalikda ularni paqqos tushirisharkan. U Satosni barcha qatnashchilarni qopqonga tushirmoqchi bo'lgan maxluq deb ayblashdi. Hamma shokda. Xo'sh, ularning qaysi biri haqiqiy hakam? Hanzo ham shubhaga tushib, rostdan ham uning boyagi yurishi umuman odamnikiga o'xshamasdi-ku deb yubordi. Ayni shu tarang vaziyatda kutilmaganda havoda bir nechta qarta pichoqdek uchib keldi. Haligi o'zini hakam deb da'vo qilgan odam qartalarga chap bera olmay yerga quladi va jon berdi. Satos esa o'ziga qarab uchib kelgan qartalarni xotirjamlik bilan ikki barmog'i orasida tutib oldi. Buni qilgan odam albatta o'sha psixopat Hisoka edi. U sovuqqonlik bilan jilmayib, haqiqiy hakam kimligini bilishning eng oson yo'li shu. Haqiqiy ovchi bunday hujumni bemalol qaytara oladi, dedi. Buni ko'rgan Hanzo va boshqalar yoqasini ushlab qoldi. Demak, haligi o'lgan maymun aslida hammasini uyushtirgan ekanda. Hakamlar bu ovchilar assotsiatsiyasi tomonidan tanlab olingan haqiqiy professionallar. Ular bu ishni tekinga o'z xohishi bilan qilishdi va bunday arzon hujumlarga aslo chap berishmaydi. Satots Hisokaning bu harakatini maqtov deb qabul qildi, lekin qat'iy ohangda ogohlantirdi. Agar yana bir marta menga hujum qilsangiz, sababi nima bo'lishidan qat'iy nazar, buni hakamlarga qarshi isyon deb baholayman va sizni shu zahotiyoq imtihondan chetlataman. Tushundinglarmi, Hisoka? Hisoka xotirjamlik bilan tushunganini aytdi. Shu payt osmondan ulkan qarg'alar uchib kelib, haligi o'lgan firibgarning jasadini paqqos tushira boshladi. Ha, do'stlar, bu ham o'sha odam yuzli maymunning bir turi ekan. U qatnashchilar orasida vahima uyg'otib, ularni chalg'itmoqchi bo'lgan. Buni ko'rgan Killua bu yerda bir soniya ham hushyorlikni yo'qotish mumkin emas tushunib yetdi. Satots esa jilmayib, bu o'rmonda bunday aldovlar xuddi ertalabki choydek oddiy holat, dedi. Aslida oramizdagi ba'zilar allaqachon uning soxta ekanligiga ishonib qolishgandi. To'g'rimi, Leorio? Satots hammaga qattiq tayinladi. Oldindagi Numeriya botqoqligida tuman shunchalik quyuqki, agar uni ko'zdan qochirib qo'yishsa, ikkinchi bosqichga yetib borishni orzu ham qilishmasin. Hakamning bu qattiq ogohlantirishidan so'ng dahshatli marafon yana davom etdi. Numeriya botqoqligi bu shunchaki tumanli joy emas. Bu yerda yurish haqiqiy azob. Tasavvur qiling, har bir qadamingizda oyog'ingiz loyga botadi. Bu esa odamning bor kuchini so'rib oladi. Shu paytgacha 36 ta qatnashchi yiqilib, o'yinni tark etdi. Endi faqat 368 kishi qoldi. Tuman borgan sari quyuqlashib, ko'zga ko'rinmas darajaga keldi. Ba'zi ahmoqlar esa shu tumandan foydalanib, Hisokani yo'q qilmoqchi bo'lishdi. Buni sezgan Killua darhol Gonga qarab, "Tezroq bu yerdan ketishimiz kerak", dedi. Gon hakamni yo'qotib qo'yishdan qo'rqardi, lekin Killua Hisokadan uzoqroq yurishni xohlardi. Chunki psixopatdan o'lim hidi anqib turardi. Gon burnini tortib hidlab ko'rdi, lekin hech qanaqa hidni sezmadi. U orqada qolib ketayotgan Kurapika va Leorioga "Tezroq yuringlar", deb baqirdi, lekin ularda mador qolmagandi. Agar kuchlari bo'lganda o'zlari ham uchib kelishardi. Kurapika Gonga "Bizdan xavotir olma, o'zingni ehtiyot qil", dedi. Tuman shunchalik quyuqlashdiki, Kurapika qayoqqa ketayotganini bilmay qoldi. Leorio esa oldindagi odamni ko'zdan qochirmasak bo'ldi, deb maslahat berdi. Lekin kutilmaganda oldindagi odamlarning boshlari uzilib tusha boshladi. Biri ketidan boshqasi dahshat. Keyinroq ma'lum bo'lishicha, bu boshlar aslida ulkan qulupnaylar ekan. Ular shuncha vaqt odam deb maxluqlarning orqasidan yurib kelishgan ekan. Endi esa o'sha maxluqlar ularni pistirmaga oldi. Hamma vahima ichida tumtaraqay qochib ketdi. Olomon butunlay tarqalib ketdi. Faqat Kurapika va Leoriogina bir-biriga suyanib orqalarini himoya qilib qolishdi. Boshqa tomonda esa bir guruh qatnashchilar ulkan qo'ziqorinlar maydoniga kirib qolishdi. Bu qo'ziqorin
qorinlar to'satdan zaharli gaz purkay boshladi. Uni hidlaganlar shu zahotiyoq yerga qulardi. Yana bir guruh esa chiroyli kapalaklarga duch keldi. Lekin ularning qanotidagi chang odamni qattiq uxlatib qo'yadigan xususiyatga ega ekan. Ko'pchilik shu yerning o'zida uxlab qoldi. Bu la'nati o'rmon borgan sari dahshatli tus olardi. Hatto Amori og'aynilari kabi tajribali qatnashchilar ham hakam Satizni yo'qotib qo'yishdi. Shu payt o'rmon ichidan "Mendan ortda qolmanglar" degan tanish ovoz eshitildi. Vahimaga tushgan ko'pchilik darhol shu ovoz ortidan yugurdi. Lekin ko'p o'tmay hammalari chuqur qopqonga qulab tushdi. Qarasalar boyagi odam ovozda gapirgan narsa shunchaki insonlarga taqlid qiladigan qarg'a ekan. Qoyilmisiz bu o'rmonning nayranglariga. Gon va Killua ham asosiy guruhdan ajralib qolishgandi. Atrofda faqat qurbonlarning dodvoyi va baqiriqlari eshitilardi. Gon, Leorio va Kurapika yaxshimikan deb xavotir olayotgan bir paytda ikkalasi ham kutilmaganda chuqurga tushib ketishdi va ulkan baqa ularni tiriklayin yutib yubordi. Bu paytda esa Leorio haligi qulupnay maxluq bilan qattiq jang qilardi. U katta bir daraxt shoxini olib, maxluqning og'ziga tiqib qo'ydi. Kurapika darhol yordamga yetib kelib, maxluqqa shunday kuchli zarba berdiki, u og'zini ochib yuborishga majbur bo'ldi. Leorio fursatdan foydalanib, do'sti bilan birga juftakni rostladi. Haligi ulkan baqaga kelsak, u biroz yurganidan keyin rangi ko'karib, Gon va Killuani qayt qilib tashladi. Bunga sabab nima deysizmi? Albatta Gon ichgan o'sha Tonpaning dahshatli surgi dorisi, qo'shilgan sharbati. Garchi bu sharbat bo'lmaganda ham Killua baqaning ichini yorib chiqib ketgan bo'lardi-da. Nima dedingiz? Gon, Leorio va Kurapika uchun qattiq xavotirda edi. Killua esa unga ularni o'z holiga qo'y, tezroq ketaylik, o'zlari yetib kelishadi" deb qisqartdi. Lekin Gon baribir orqasiga qarayverdi. Bu paytda Leorio va Kurapika rostdan ham adashib qolishgandi. Tuman ichida tentirab yurib, ular kutilmaganda Hisokani ko'rib qolishdi. Uni bir to'da odamlar o'rab olgandi. Ularning boshlig'i o'tgan yilgi imtihondan beri Hisokaga tish qayrab yurarkan. U ko'pchilik ekanligiga ishonib, Hisokaga imtihondan voz kechishni, yo'qsa o'ldirishini aytib po'pisa qildi. Hisoka esa xotirjamlik bilan bu yil albatta o'tishini va ortga qaytmasligini aytdi. Haligi to'da esa bu quyuq tumanda baribir hech kim yo'lni topolmaydi. Imtihon shu yerda tugaydi deb o'ylashardi. Demak, hammamiz yiqilamiz, shundaymi? Hisoka sovuqqonlik bilan jilmaydi. Madomiki hamma yiqilarkan, u o'zini hakam rolida sinab ko'rmoqchi bo'ldi. Axir haqiqiy ovchiga o'lja kerak-ku, to'g'rimi? U bu bechoralar ovchi bo'lishga munosibmi yoki yo'qmi? Shuni tekshirib ko'rmoqchi bo'ldi va qo'ldan bitta qarta chiqardi. Shu payt haligi to'da unga har tomondan tashlanib qoldi. Lekin Hisoka u shunchaki qartasini bir marta siltab qo'ydi xolos. Shamol tarqalgach dahshatli manzara ochildi. Unga hujum qilganlarning hammasi yerda jonsiz yotardi. Haligi maqtanchoq boshliq esa qo'rquvdan qaltirab, tiz cho'kkancha emaklab qochmoqchi bo'ldi. Lekin Hisoka uni ham ayamadi. Bittada tinchitdi. Leorio va Kurapika bu qonli qirg'inning guvohi bo'lishgandi. Hisoka qartasini qaytarib olib, ularga qarab o'girildi va sovuq tabassum bilan "Sizlar ham o'yinimga qo'shilmoqchimisizlar?" deb so'radi. Bu paytda Killua oldindagi guruhga yetib olgandi. Lekin orqasiga qarasa, Gon yo'q. Hisoka esa sekin-asta qahramonlarimiz tomon yaqinlashib kelardi. Leorioning peshonasidan ter quyilardi. Kurapika ham asabiylashib, Leorioga pichirladi. "Mening ishoram bilan ikki tomonga qarab qochamiz." Hisokaning jangovar tajribasi ularnikidan 100 chandon ustun edi. Unga qarshi jang qilish bu shunchaki o'z joniga qasd qilish degani. Qancha odam qirilib ketganini ko'rib turib, vaqtni ketkazish ahmoqlik edi. Hisoka qartasini chiqardi. Kurapika darhol ishora berdi va ikkalasi ikki tomonga qarab tumtaraqay qochib ketishdi. Hisoka ularni quvmadi. "Aqlli qaror" deb jilmayib qo'ydi. Lekin kutilmaganda Leorio orqasiga qaytdi. U dumuq silgan itdek qochishni o'ziga ep ko'rmadi va qo'lga bitta tayoqni olib Hisokaga qarab uloqtirdi. Kurapika uni to'xtatmoqchi bo'ldi, lekin ulgurmadi. Hisoka Leorioning bu harakatini ko'rib, "Qanaqa shirin bola" deb masxara qildi. Leorioning tayoq bilan bergan zarbasi unga chivin chaqqandek ham ta'sir qilmadi. Hisoka Leorioning boshdan tutib, qartasi bilan uning jonini olmoqchi bo'lib turganda paq. Kutilmaganda Hisokaning yuziga qarmoqning pokagi kelib urildi. Ha, bu Gon edi. U ayni vaqtda yetib kelib, Leorioni muqarrar o'limdan saqlab qoldi. Qoyilmisiz Gonning jasoratiga Hisoka yuzini artib, "Yomon emas" dedi. U Gonning g'alati qurolni maqtab, uni yaqinroqdan ko'rishni xohladi. Gon qarshisidagi odam qanchalik dahshatli yirtqich ekanligini juda yaxshi bilardi. Shu payt Leorio o'rnidan turib, "Sening raqibing menman" deb yana Hisokaga tashlandi. Lekin Hisoka uning yuziga shunday dahshatli zarba berdiki, Leorio uchib ketdi. Buni ko'rgan Gon darhol hujumga
hujumga o'tdi, lekin Hisoka uning zarbalaridan xuddi raqsga tushgandek osonlik bilan qochardi. Do'stingni qutqargani keldingmi? Qanaqa aqlli bo'lasan-a? deb masxara qilardi Hisoka. Gon nima qilishni bilmay qolgandi. Hisoka esa bu o'yindan shunchaki rohatlanardi. Uning ko'zlari yonib ketgandi. Gon bor kuchi bilan qarmog'ini yerga urib, chang to'zon ko'tardi va shu orqali Hisokani chalg'itib hujum qilmoqchi bo'ldi. Lekin Hisoka uni xuddi mushukchasini ushlagandek osongina tutib oldi. Dahshat. Hisoka Gonning ko'zlaridagi olovni ko'rib, "Senga qarash shunchaki zavq bag'ishlayapti", dedi va uni qo'yib yubordi. U Leorioni o'ldirmasligini, chunki u imtihondan o'tganini aytdi. Gon ham xuddi shunday. "Mening hakamlik o'yinim shu yerda tugadi", dedi Hisoka va Gonga kelajakda ajoyib ovchi bo'lishini tiladi. Shu payt Hisokaning ratsiyasi jiringlab qoldi. Kimdir unga ikkinchi bosqich boshlanayotganini tezroq qaytishini aytdi. Hisoka "Hozir boraman" deb javob berdi va Gonga qarab, "Sodiq do'stlaring borligi juda yaxshi narsa", deb jilmaydi. Keyin u hushsiz yotgan Leorioni yelkasiga tashlab oldi va Gonga o'z yo'lini o'zi topib kelishini tayinladi. "Seni buni uddalaysan, ishonaman", dedi u. Oradan biroz o'tib, Kurapika yugurib keldi. U do'stlarga yordam berishni juda xohlardi, lekin Hisokadek dahshatli yirtqichga qarshi uning qo'ldan hech narsa kelmasdi. Hamma qatnashchilar yig'ilish joyiga yetib kelishdi. Killu atrofga alanglab Gonni qidirdi, lekin u hech qayerda yo'q edi. Bu paytda Gon o'rmon ichida yo'l qidirib kelardi. Uning burni shunchaki dahshatku. U bir necha kilometr uzoqlikdan Leorioning o'ziga xos atrini iskab topib olgandi. Yo'lda Gon Kurapikadan Hisokaning "Sizlar o'tdinglar" degan gap haqida so'radi. Kurapika Hisoka o'zini xuddi hakamdek tutganini, uning o'ziga xos kuch o'lchovi borligini va ehtimol ular rostdan ham uning sinovdan o'tganini aytdi. Gon esa xo'rsinib, Hisokaga qarshi turish uchun hali juda zaif ekanligini tan oldi. Kurapikaning fikricha, Hisokada haqiqiy ovchiga xos olijanoblik yo'q. Lekin uning aql bovar qilmas jangovar qobiliyati kishini lol qoldiradi. Odatda bunday g'ayrioddiy kuchga ega odamlar o'ziga o'xshaganlarni darhol taniydi va ularga qiziqib qoladi. Hisokaning o'tkir sezgisi ham aynan shunday ishlagan bo'lishi mumkin. Hisoka Gonda kelajakdagi buyuk ovchini, aniqrog'i o'zi uchun ajoyib o'ljani ko'rgan edi. Uni hozir o'ldirish shunchaki isrofgarchilik bo'lardi. Hisokaning mantiqiy qarashi xuddi shunday. Kurapika bu gaplari bilan Gonni qo'rqitib yubordimmi deb o'yladi. Lekin Gonning o'zi ham o'sha paytda juda g'alati hislarni boshdan kechirgandi. U Hisokadan dahshatga tushib, qochib ketishni xohlagan, lekin joydan jila olmagan. Eng qizig'i, qo'rquv bilan birga uning ichida qandaydir yovvoyi hayajon ham uyg'ongan edi. Gon o'z hayotida birinchi marta haqiqiy suyagigacha yetib boradigan qo'rquvni his qildi. Bu qo'rquv va g'alati hayajon uni biroz chalg'itgan bo'lsa-da, uning ichida kundan kunga o'sib borayotgan qiziqish olovini o'chira olmasdi. Aytgancha, statistika bilan tanishib qo'ying. Bu bosqichda naq 220 ta qatnashchi imtihondan uchib ketdi. Endi faqat 148 kishi qoldi xolos. Va nihoyat Gon va Kurapika ham yetib kelishdi. Gon darhol Leorioni qidira boshladi. Hisoka uzoqdan ishora qilib ko'rsatgach, qarashsa, Leorio bitta daraxtda suyanib, mazza qilib uxlab yotibdi. U o'ziga kelgach nima bo'lganini, Hisoka uni qanday qilib bittada qulatganini umuman eslay olmadi. Kurapika Gonga qarab, "Yaxshisi unga nima bo'lganini aytmay qo'ya qolaylik, g'ururiga tegmasin", deb maslahat berdi. Shu payt Killua yugurib kelib, Gonning o'zi yo'l topib kelganiga ishon qaramay qarab qoldi. Gon unga Leorioning atir hidini iskab topib kelganini aytganida, Killuaning jag'i yerga tushib ketay dedi. "Sen odammisan o'zi yo itmisan?" degandek qarab qoldi. Xullas hamma omon qolganlar yig'ildi. Hakam Satos ikkinchi bosqich Biska o'rmonida bo'lishini e'lon qilib, ular bilan xayrlashdi. Ulkan temir darvoza ochildi va ichkarida ularni yangi hakamlar Menchi va Buxara kutib turardi. Aytgancha, bu ikkalasining qorni dahshatli darajada och edi. Ikkinchi bosqichning sharti e'lon qilinganda hamma shokda qotib qoldi. Vazifa ovqat pishirish edi. Faqat jang qilishni biladigan barzangilar, "Nima balo, biz bu yerga oshpaz bo'lgani keldikmi?" deb norozi bo'lishdi. Lekin vazifa jiddiy edi. Ular shu ikkita hakamning ko'nglidan joy oladigan mazali taom tayyorlashlari kerak. Kimdir "Nega endi ovqat pishirishimiz kerak?" deb so'raganda Menchi mag'rurlik bilan, "Chunki biz gurman ovchilarimiz", deb javob berdi. Buni eshitgan qatnashchilar xoxolab kulib yuborishdi. Ular gurman ovchilarni umuman pisand qilishmadi. Lekin uzoqdan ularni kuzatib turgan Satos ichida boshqacha o'ylardi. Bu ikkalasini hakam qilib saylashgani qatnashchilar uchun juda qiyin bo'ldi-ku, deb xavotirlanardi u. Uning hisob-kitobiga ko'ra, bu bosqichdan 50 kishi yo'q,
Agar vazifa qiyin bo'lsa, hatto 10 kishi ham o'ta olmasligi mumkin edi. Qiziq o'yin endi boshlandi. Qatnashchilar esa gurmanovchilarning ustidan kulib, "Xo'sh, nima pishirib beraylik oshpazlar?" deb masxara qilishardi. Tasavvur qiling. Shuncha qonxo'r jangchilar endi fartuk taqib ovqat pishirishlari kerak. Buxara ularga asosiy masalliq cho'chqa go'shti ekanligini aytdi. Biska o'rmondagi xohlagan cho'chqani tutib, shu yerdagi jihozlar bilan pishirishlari mumkin. Agar ikkala hakamga ham yoqsa, o'tishadi. Lekin Menchi qoshini chimirib, "Faqat mazali bo'lishi yetarli emas. Pazandalik san'atini mensimay ko'ringlarchi", deb ogohlantirdi. U Buxaraga qaraganda ancha injiq va talabchan edi. Ikkalasi ham to'yguncha ovqatlanishgach, sinov tugaydi. Haligi semiz todo, "Tushunarli, qani boshladik", deb baqirdi. Shu payt Buxaraning qorni shunday qattiq g'uldiradiki, xuddi momaqoldiroq gumburlagandek bo'ldi. U "Xohlagan cho'chqangizni tuting" degan bo'lsa ham, aslida Biska o'rmonida faqat bittagina cho'chqa turi yashaydi. Buxara ichida ishqilib bu bechoralar o'z ajali sari yugurib ketishmayotgan bo'lsin-da, deb o'ylardi. Hamma qatnashchilar o'rmon bo'ylab tarqalib, o'lja qidira boshladi. Lekin hech qayerda bitta ham hayvon qo'rasi ko'rinmasdi. Gon ham o'rmon kezib yurib, kutilmaganda tik qoyadan sirg'anib tushib ketdi. Do'stlar ham uning ortidan ergashdi. Dahshat. Pastda ulkan qonxo'r cho'chqalar suyak g'ajib yotardi. Bu yirtqich cho'chqalar Gon va uning jamoasini ko'rishi bilan quvlashni boshladi. Biznikilar esa jon holatda qochishga tushdi. Boshqa qatnashchilar ham bu baloga giriftor bo'lishdi. Ba'zilarini cho'chqalar osmonga otib yubordi. Bu buyuk muhur deb ataluvchi dunyodagi eng yovvoyi va xavfli cho'chqa turi edi. Ular o'zining ulkan qattiq tumshug'i bilan dushmanlarni suzib tashladi. Agar ozgina sekinroq harakat qilsangiz, ularning kechki ovqatiga aylanishingiz aniq. Todo bor kuchi bilan katta toshni oldi, lekin cho'chqa uni tumshug'i bilan urib uchirib yubordi. Hanzo o'zining maxsus qurolini otdi. U ham temir tumshuqqa tegib qaytdi. Hatto Gon bor kuchi bilan ursa ham, cho'chqaga pashsha chaqqandek ham ta'sir qilmadi. Lekin kutilmaganda daraxtdan bitta kichkina olma cho'chqaning boshiga tushib ketdi va u og'riqdan ingrab yubordi. Gon darhol sirni angladi va sakrab cho'chqaning qoq peshonasiga tushirdi. Cho'chqa shu zahotiyoq hushidan ketib quladi. Qoyilmisiz Gonning aqliga. Sir shunda ediki, bu cho'chqalar o'zining yumshoq va zaif peshonasini himoya qilish uchun shunday ulkan tumshuq o'stirgan ekan. Buni bilib olgan ko'plab qatnashchilar osongina cho'chqalarni tutib olishdi. Ko'z ochib yumguncha hamma Buxaraning oldiga o'z o'ljasini sudrab kela boshladi. Buxara xursandligidan terisiga sig'masdi. Lekin Menchi, "Bular juda ko'p-ku", deb ensasini qotirdi. Shundan so'ng haqiqiy barbekyu bayrami boshlandi. Hamma cho'chqalarni gulxanda pishira boshladi. Satis uzoqdan qarab, "Bu yilgi qatnashchilar ancha iqtidorli, lekin eng qiyin qismi hali oldinda", deb o'ylardi va nihoyat taomlarni tatib ko'rish vaqti keldi. Todo o'zining pishirgan cho'chqasini olib keldi. Buxara uni paqqos tushirib, "Zo'r", dedi. Lekin Menchi juda qattiq pishib ketgan. "Go'shtning ta'mi yo'qolgan", deb rad etdi. U shunchalik professional ediki, ovqatni tatib ko'rmasdan, shunchaki ko'rinishdanoq uning qandayligini bilib olardi. Navbat Hanzoga keldi. Buxara yana mazali deb yutib yubordi. Lekin Menchi "Tashqarisi ko'mirdek kuygan, ichi esa xom. Olovni juda baland qilgansan", deb uni ham haydab soldi. Qolgan yuzlab qatnashchilar ham xuddi shunday ahvolga tushdi. Hamma shunchaki cho'chqani olovga tashlab, butunligicha pishirib kelaverardi. Hech kim ozgina aql ishlatib, pazandalik san'atini ko'rsatishga harakat qilmadi. Hozirgacha birorta ham odam sinovdan o'tmadi. Menchi esa hali bir luqma ham ovqat yemagandi va uning g'azabi qaynay boshladi. "Sizlar ovqat pishirishni nima deb o'ylayapsizlar o'zi?" deb baqirdi u. Shu payt Kurapika bu sinovning asl mohiyatini tushunib yetdi. Bu shunchaki ovqat pishirish emas, hakamlar qatnashchilarning o'ziga xos yondashuvi va kuzatuvchanligini sinashayotgan edi. Liori o'zining taomini olib keldi, lekin Menchi uni ko'rishi bilanoq, "Bu bolalar ovqat-ku", deb uloqtirib yubordi. Gonning taomi ham xuddi shunday qismatga duch keldi. Kurapika esa o'ziga juda ishonardi va haqiqatdan ham Menchi uning taomini hozirgacha ko'rganlari ichida eng chiroylisi deb baholadi. Kurapika berilgan masalliqlar va idishlardan foydalanib, cho'chqa go'shtining ko'rinishini mukammal darajaga yetkazgandi. Lekin u eng katta xatoga yo'l qo'ydi. Ta'm muhim emas deb o'yladi. Menchi undan bir tatib ko'rdi-yu, "Bu shunchaki dahshatli darajada bemaza", deb idishni otib yubordi. "Ko'rinishi muhim, lekin avvalo mazali bo'lishi kerak", deb baqirdi u. Shunday qilib Kurapika ham yiqildi. Shuncha ovqatdan keyin Buxaraning qorni yorilay deb qoldi. Menchi esa bu bemaza ovqatlarni ko'raverib, ko'ngli aynib ketdi. Menchi kutilmaganda "Hech kim o'tmadi, imtihon shu yerda tugadi", deb e'lon qildi.
Hamma shokda. Bu aynan Satis qo'rqqan narsa edi. Menchi o'zini eski odatini qildi. Satis darhol telefon qildi. Nargi tomonda esa ulkan havo sharidagi odamlar javob berdi. Ular o'z rahbarlaridan nima qilishini so'radi. Rahbar esa o'zi shaxsan borishiga qaror qildi. Menchining hamma qatnashchilarni yiqitgani hech kimning aqliga sig'masdi. Qatnashchilar bu natijani umuman qabul qilishni xohlamadi. Todo birinchi bo'lib janjal ko'tardi, lekin Menchi unga shunchaki yutqazganini aytdi. Todoning bahonasi: "Sen cho'chqa go'shtini xohlading. Men uni tutish uchun jonimni xavf ostiga qo'ydim." Lekin qoida aniq edi. Ikkala hakamga ham yoqadigan mazali taom tayyorlash kerak edi. Muammo shunda ediki, hech kim mazali degan so'zga yaqin keladigan narsa pishira olmadi. Hamma bir xil, hech qanday mehnatsiz. Shunchaki go'shtni olovga tashladi xolos. Hatto Kurapika ham faqat tashqi ko'rinishiga e'tibor bergandi. Hech kim taomning haqiqiy mazasini chiqarishga harakat qilmadi. Demak, hech kim pazandalikni hurmat qilmaydi. Hanzo: "Cho'chqa go'shti baribir cho'chqa go'shtida. Qanday pishirsang ham bir xil", deb yubordi. Bu gap Menchining g'azabini qaynash nuqtasiga olib chiqdi. U Hanzoga: "Ahmoqona gapirma. Hozir basharangni buzib, tishlaringni to'kib tashlayman", deb ogohlantirdi. Buxara esa xo'rsinib, "Obbo, Menchi yana boshladi", deb o'ylaydi. Aslida uni rozi qiladigan oshpazlar dunyoda juda kam. Bu yerdagilar esa hatto oddiy go'sht qovurishni ham eplay olishmasdi. Xullas, Menchining fikricha, bu yerdagilarning birortasi ham yangi narsalarni sinab ko'rishga jur'at eta olmagan. Todo g'azabdan qizarib ketib: "Og'zingni yop. Men oshpaz yoki qandaydir gurman bo'lmoqchi emasman. Men haqiqiy ovchi bo'laman. Mening maqsadim qora ro'yxatdagi jinoyatchilarni ovlash. Qandaydir ovqat pishiradigan ovchi mening taqdirimni hal qila olmaydi", deb baqirdi. Menchi esa sovuqqonlik bilan: "Lekin bu yerda men hakamman. Keyingi yili omadingni sinab ko'r polvon", dedi. Bu gap Todoni shunday quturtirdiki, u Menchiga qarab mushtini ko'tardi. Lekin shu payt Buxara aralashib, Todoga shunday dahshatli tarsaki tushirdiki, ulkan polvon xuddi koptokdek uchib ketdi. Menchi Buxaraga: "Nega aralashasan?" deb jerkib berdi. Lekin do'stlar, agar Buxara aralashmaganda, Menchi Todoni o'sha zahotiyoq o'ldirib qo'ygan bo'lardi. Axir gurman ovchilar ham noyob masalliqlar topish uchun eng xavfli va dahshatli joylarga kirib borishadi. Ularning har biri aql bovar qilmas jang san'ati ustalaridir. Menchi uchun ovchi bo'lish shunchaki kuch ishlatish emasdi. Agar qatnashchida e'tibor va yangilikka intilish ruhi bo'lmasa, u ovchi bo'lishga noloyiq. Hisoka ham bu bema'ni qarorni qabul qila olmadi shekilli. Qo'lidagi qartasini o'ynata boshladi. Vaziyat portlash arafasida turganda, kutilmaganda osmondan karnay orqali ovoz eshitildi. "Hamma qatnashchilarni yiqitish biroz oshirib yuborish emasmi, Menchi?" Osmonda ovchilar assotsiatsiyasi belgisi tushirilgan ulkan havo shari paydo bo'ldi. Bu imtihon qo'mitasi rahbariyati edi. Kutilmaganda bir qariya hech qanday parashyutsiz to'g'ridan-to'g'ri baland havo sharidan yerga sakradi. Uning yerga qo'nishi shunchalik dahshatli ediki, hamma shokda qotib qoldi. Menchi darhol o'zini o'nglab, bu odam imtihon qo'mitasi raisi, butun ovchilar imtihoniga javobgar shaxs. Rais Netero ekanligini e'lon qildi. Qiziq, endi nima bo'larkin-a? Bugungi hikoyamiz shu yerda yakunlandi. Agar men tayyorlagan Hunter x Hunter hikoyasining 2, 3, 4 va 5 qismlarini YouTube'da chiqishini kutmasdan birdaniga davomini ko'rishni xohlasangiz, video ostida qoldirilgan havola orqali Anishor ilovamizga o'ting. Hikoyaning navbatdagi qismlari allaqachon u yerda tayyorlab qo'yilgan. Kanalimizni qo'llab-quvvatlash va YouTube ko'proq odamlarga videoni tavsiya qilishi uchun ushbu videoga like bosing va izohlarda qaysi qahramon sizga ko'proq yoqqanini yozib qoldiring. Sizning fikringiz kanalimiz rivojlanishiga katta yordam beradi. Keyingi qismlarda ko'rishguncha